amalga oshilayotgan bu kabi xayrli ishlar keksa yosh barchani yurtimizda ro'y berayotgan yangilanish va o'zgarishlar, bunyodkorlik, obodonlashtirish ishlarida yanada faol ishtirok etishga undamoqda. Odamlarda bugunidan shukronalik, ertangi kunga ishonch yaşaganmiz, lekin bu sharoit boshqacha baribir. Bu issiqxonalar, tayyor uy anjomlari, hamma narsasi davlatimiz tomonidan bolalarimiz yıldan bana kvartira yürüpmem, kıylanganma. Bugün arzum uşaldı, yine joy bilen teminlendim. Bizleri kollap kuvvetlap durgan prezidentimize katta rahmet. Mana bugün 7'te 5 qavatlı joylar egalariga topshirildi. Bugün hammaning kayfiyati yaxshi, xursand hamma. Chunki vatan ijro vataniga ega bo'layotir. İkita farzandim bor. Birinchisi Nogiron Ibragimov Diyorbek. Nogironligi bo'lgan, kam ta'minlangan oilalarga, muhtojmand oilalarga uylar ta'minlanib turibdi prezidentimiz tomonidan. Ming shukronalar.